Yunusobod C5 Pasarkadan uy so'raganlar uchun bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. O'rtoqlar mebel texnikalari bilan kirib yashashlik uchun tayyor xonadon. Uyi shaxsiy avtoturargohlari, zeleniy zona, bolalar maydonchasi deysizmi, qanaqa magazin, bog'cha, metro ham bir qadam o'rtoqlar. Qanaqa qulaylik kerak bo'lsa, barchasi bor. O'rtoqlar planovka bilan okamni o'zlari uy egalari bir qator tanishtiradilar. Aka bitta tanishtirib bering uyni. Assalomu alaykum. Uyimiz 68,1 kvadrat, 3 xona. G'ishli dom bizaniki. O'sha 65-yil, 66-yilda yer qimirlaganda qurilgan domlarimiz. Bunisi родительский spalni, bundan oldingi xona детский spalni edi. Biz hozir bundan faqatgina garderob qilib foydalanamiz. Undan keyingi xona zal, ya'ni mehmonxonasi. Mebel texnikalar kelishiladi, aka. Xuddi shunaqa. Kelishiladi. Asosan qoladi, 90% qoladi. 90-95% narsani qoldiramiz. Keyin bizda koridorimizda bu yerda совмещенный sanuzil, to есть bu taraf bizda уже koridor, oshxonaga chiqaverish. Koridor ham aboylariga alohida ahamiyat berasiz. Ani просто bahradillar ochish uchun qilib qo'yilgan bu foto aboyimiz. Bu tarafda ko'ryapsiz oshxonani mebellari, uchilikda hamma narsasi qoladi, garniturasi. Bu yerda inshaalloh hech qanaqa narsa olib ketmaymiz. Balkonimiz 2 ga 6, kattagina, biz tapchansiz qilganmiz. O'zini konditsionerlari bor, ya'ni konditsioner bo'yicha aytadigan bo'lsak, 4 ta xonada hammasida o'zini konditsionerlari bor. Xo'p, shundoq uydagi videoni ko'rsatadigan bo'lsak, uydan shundoq qarasa, to'g'rida bizda telebashnya to'g'rimizda turibdi. Pastda o'zimizning parkovkamiz bor, navesli. Sharoitlari zo'r. Bu atrofda lokatsiyani udobstasi deyarli men o'zim shunaqa hisoblaymanki, oldin shahar boshqa joyda yashagan odam shaharda deyarli hamma tochkasiga 15-20 minutlik yo'l. Mashinasi bor odam uchun 15-20 minutlik yo'l. Probka boshqa masalalar juda kam bo'ladi va o'zi Toshkentni xaritasiga qaraydigan bo'lsangiz, aka, bu yoqda eng yashil zona ko'p bo'lgan joy o'zini mana shu atrofda. O'zi kartada ko'rinadi, yashil, sariq ko'rinadi. Eng yashili ko'p joy mana shu atrof. Endi ko'pchilik o'zi tushunadi. C5 deganda o'zi sentrga hamma o'zi tushunadi. Kim mana shunaqangi shahar markazidan qulayliklarga ega, qaqqanga borsangiz ham udobstvo bor joydan uy ko'radigan bo'lsa, mana shu xonadonimizni tavsiya qilib qolamiz. Akam o'zi qurilish bilan shug'ullanganlar uchun remontni ham o'zligi uchun qilib qo'ygan ekanlar. Juda ham sifatli. Endi kirib o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rsalaring, boshqa, chem videodan ko'ra. Xo'p, qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, narxini kelishilgan holda 105 ming kelishiladigan joyi bor deb qo'yyapmiz. Pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Tezda aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizlarni kuzatishda albatta davom etinglar.